oxirgi 3-4 oylikda 16 ming dollardan ko'proq pul ishlangan. Men yaqinda Telegram kanalga chiqardim. Bir oyda 14.800 dollar bankdan borib yechib olganman. Siz YouTube'da ishlasangiz, qonuniy ishlaysiz va pulni bankdan borib olasiz. Dollarda sizga pul beradi. Chunki sizga pul Google kompaniyasidan keladi. Siz Google ishchisi bo'lasiz. Bir gap bilan aytganda. Yangi kanallardan biri yana bittasi 14 ming dollardan ko'proq pul ishlangan. Bu kanallarni to'g'ri obzor qilib, video qilib, bu qanaqa kanallar, qanaqa video qilishimda men mana shu YouTube kanalimda chiqarib bo'lganman. Kimda ko'rmagan bo'lsa, master klassdan keyin mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi bo'lsalar like bosishni unutmanglar. Ko'rib olishlaringiz mumkin. Men qanaqa yo'nalishda ishlayman, nima qilaman, hammasi haqida mana shu YouTube kanalida hammasini ochib berganman. Keyin vaqtlaringiz bo'lgandan keyin master klassdan keyin bir kirib 1-4 soat videolarni ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Hamma kanalda ochib berganman. Qanaqa yo'nalishda ishlayman, necha pul topyapti, qanaqa to'layapti, hammasini ochib berganman. Bitta kanal masalan oyiga 6 ming dollardan ko'p pul topyapti. Oyiga 6 ming dollar bitta kanalda o'zi. Menga 30 ga yaqin mana shunaqa kanallar bor. To'g'ri, hammasi 6 ming dollardan topmaydi. Qaysidir 100 dollar, qaysidir 500, qaysidir 1000 dollar topadi. Har xil, lekin bular yig'ilib, oyda oxirida ancha-muncha pul bo'lib qoladi. Umumiy hisobda mana shu 1-2 yil ichida BMG Drive degan yo'nalish bor. Yo'nalishni hali o'rgatib o'taman. O'sha orqali o'rtacha 100 ming dollarga yaqin pul ishlaganman. Men qolganlarni hisob-kitob qilmaganman. Masalan, 2017 dan hisoblaydigan bo'lsangiz, 1 million dollar tagiga borib qolishi mumkin. Ya'ni 1 million dollar bu kichkina pul emas O'zbekiston sharoitida. Shularning hammasi YouTube orqali ishlangan. Xo'p, kelinglar sizlar bilan bitta mashq o'tkazamiz. Tasavvur qilamiz. Bu juda ham muhim. Buni keyin men sizlarga aytib o'taman. Buni faqat bajarish kerak. Aytganimdek qilib tasavvur qilamiz, miyamizda tasavvur qilamiz. Siz YouTube'da ish faoliyatini boshladingiz, oyiga masalan o'rtacha 1000 dollar topyapsiz. Kimdir 1000 dollar, kimdir 5000 farqi yo'q. Siz 1000 dollar pul topyapsiz, tasavvur qiling. O'sha pulni nimaga ishlatgan bo'lardingiz yoki nima olgan bo'lardingiz? Bitta tasavvur qilib, mana shu joyga yozsalar, men xudo xolasa, mana shu yozganlaringizni o'qib, keyin bir ikkita narsalarni men sizlarga o'rgatib o'taman. Hamma tasavvur qilsin. Bu mashq, bu juda ham muhim narsa. Chunki hamma narsa mana shundan boshlanadi, tasavvur qilishdan boshlanadi. Chunki men ham 2017-yil tasavvur qilib mana shu narsalarga yetishib kelgan narsaman. Hozir bitta tasavvur qilinglar va nimaga ishlatardingiz mana shu pulni va nima olardingiz, yozib qoldiringlar. Qanaqa yo'nalishda ishlayman, necha pul topyapti, qanaqa to'layapti, hammasini ochib bering. Hammasi yaxshimi? Kassa. Xo'p. Pul yig'ib uy olardim. Kompyuter olardim. O'qishga ishlatardim. Uy olardim. Bitta kanal masalan oyiga 6 ming dollar. Uy olardim, mashina olardim, kredit to'lardim, kompyuter olardim, qarzimni berardim. Xo'p, MacBook olardim, uy olardim, kompyuter olardim, ukamni uyga berardim, telefon olardim. Xo'p, pul yig'ib uy, mashina olardim. Uy, dars uy olardim, kanalni rivojlantirardim, onamga berardim. Qarzlarimni yopardim, umra safariga ota-onamni jo'natardim. Zo'r. iPad 15 ni olardim. Qarzlarimni to'lardim. Toshkentda qasrli uy olardim. Niyatingizga yeting. Onam uchun ishlatardim, o'zimni rivojlantirish uchun ishlatardim. Zo'r. Niyatlaringiz zo'r. Ota-onamga bergan bo'lardim. Dadamni davolatardim. Uy olardim. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar? Ota-onamni umraga jo'natardim deyapti. Har bir odamning o'zini birinchi ehtiyojlari bor. Men ham xuddi sizga o'xshab 2017-yil shu narsalarni tasavvur qilganman. Ya'ni, xo'p, 1000 dollar ishlasam, menga 1000 dollar katta pul hisoblangan o'sha paytda. 300 dollar topsam mendan baxtli odam yo'q edi boshlangan ishda. Chunki birinchi olgan 100 dollaringiz ham hozir olayotgan 10 ming dollaringizdan qadrli bo'ladi. Chunki siz birinchi marta olyapsiz. Uni ta'mini tushungan odamgina biladi. Men ham tasavvur qilganman, shu YouTube'dan pul ishlasam, xo'p, mashina olardim, uyimni to'g'irlardim, uy olardim, ota-onamni umriga jo'natardim, o'zimning ehtiyojlarimni yopardim, farzandlarimni yaxshi joyda o'qitardim, kimdir bemor bo'lsa davolatardim, qarzlarim bo'lsa yopardim. Xuddi sizga o'xshab men ham niyat qilganman. Men osmondan tushib qolganim yo'q, do'stlar. Xuddi siz kabi men ham oldinlari shunaqa holatda bo'lganman. Nima demoqchiman? Hozir tasavvur qilib ko'rdingiz. Mana shu tasavvuringizdagi narsani men mana shu qadamlarni o'tgan odamman. Ya'ni uy bo'lsa uy oldim, mashina bo'lsa mashina oldim, ota-onamni umriga jo'nataman, hajga jo'nataman degan orzum bordi. Mana shu orzularni amalga oshiryapman. Farzandlarimni yaxshi joyda o'qitaman degan niyatim bordi. Hozir Toshkentda masalan ikkita farzandim bor. Bog'chaga beraman, ikkosiga masalan 5 million 600 ming so'm pul to'layman.
Shunaqangi narsalarga mana shu YouTube orqali erishganman. Ilojsiz narsa emas. Undan tashqari siz ham o'zingiz kuzatgandirsiz, boshqa YouTube'da ham o'zbeklar pul topish haqida gapiryapti. Bekorga gapirilmayapti. Chunki O'zbekistonda eng rivojlanib kelayotgan sohalardan biri. IT deydi, sun'iy intellekt deydi, undan ham zo'r yo'nalish. Chunki siz qisqa muddatda katta daromadga chiqishingiz mumkin YouTube orqali. Bularning qadamlarini men sizlarga Xudo xohlasa tushuntirib o'taman. Kim hozir nima tasavvur qilib niyat qilgan bo'lsa, niyatiga oshiq bilan Alloh taolo yetkazsin. Va yangi bo'lganlar like bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'p,